Tanangizda kuniga bitta hujayrada DNK 10 minglab marta shikastlanadi. Buni hujayralar soniga ko'paytiring. Tanada taxminan 1 trillion va har kuni juda ko'p DNK xatolari yuzaga keladi. DNK tasvirlaydigan oqsillarni yaratish jarayoni hujayralaringiz uchun zarur. Bu zararlar quyidagilarga olib keladi. Saraton kabi jiddiy muammolargacha. Xatolar turlicha bo'ladi. Ba'zan nukleotidlar shikastlanadi. DNKni tashkil etuvchi qurilish bloklari, boshqa hollarda esa ma'lum bo'lishicha nukleotidlar noto'g'ri juftlanganini va bu mutatsiyalarga olib keladi va DNKning bir yoki ikkala zanjirdan uziladi. Uning replikatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin yoki hatto butun DNK bo'limlari aralashadi. Yaxshiyamki ko'pchilik hollarda hujayralar bu muammolarni tuzata olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu reduktiv reaksiyalar maxsus fermentlarni amalga oshiradi. Har bir fermentlar turli shikastlanishlarga javob beradi. Ko'p uchraydigan xatolarga keladigan bo'lsak, asoslarning mos kelmasligi hisoblanadi. Har bir nukleotidning asosi bor va DNK replikatsiya jarayonida DNK polimeraza fermenti asoslarini mos juftlik tanlaydi. Masalan, misol qilib, adenin timin bilan juftlashadi, sitozin esa guanin. Lekin ba'zida har 100 mingda bir marta ferment xato qiladi. Ko'pincha u xatolarni darhol sezadi, noto'g'ri nukleotidlarni kesadi va ularni to'g'ri nusxalar bilan almashtiradi. Agar u xatoni o'tkazib yuborsa, undan keyin ikkinchi oqsillar to'plami keladi. Ular uning shikastlanishini tekshiradi. Agar ular nomuvofiqlik topsa, ular noto'g'ri nukleotidni olib tashlaydi va almashtiradi. Buni shunday atash mumkin: mos kelmaslikni tuzatish. Natijada xatolar soni milliarddan bittagacha kamayadi. Replikatsiyadan so'ng DNK shikastlanishi ham mumkin. Ko'plab molekulalar sababchi bo'lishi mumkin. Nukleotidlardagi kimyoviy o'zgarishlar. Ba'zilari bizga atrof muhitdan keladi. Ba'zi tamaki tutuni tarkibiy qismlari. Boshqalari esa hujayraning o'zida mavjud. Masalan, vodorod peroksid. Ba'zi kimyoviy reaksiyalar juda keng tarqalgan. Maxsus fermentlar paydo bo'ladi. Aynan shunday xatolarni tuzatadi. Lekin hujayrada tiklanish jarayonlari va yanada umumiy xususiyatga ega. Agar faqat bitta baza shikastlangan bo'lsa, odatda tiklash mas'uliyatli hisoblanadi. Zararlangan qism olib tashlanadi. Bitta ferment shikastlangan bazani olib tashlaydi va boshqalar kesilgan chetlari tozalangan nukleotidlarga almashtiradi. Ultrabinafsha nuri zarar yetkazishi mumkin. Ularni tuzatish qiyinroq. Ba'zan UV nurlanish sababli ikki qo'shni nukleotid bir-biriga yopishib qoladi. DNKning ikki spiralini buzadi. Bunday zararlarni tuzatish uchun murakkabroq jarayon nukleotid ekzistatsiyasini ta'minlash talab qiladi. Protein jamoasi uzun zanjirni olib tashlaydi, taxminan 24 ta nukleotiddan iborat va ular yangilari bilan almashtiriladi. Yuqori chastotali nurlanish, masalan, gamma nurlari yoki rentgen nurlari boshqa turdagi zarar yetkazadi. Bu DNK zanjirlarini uzib yuborishi mumkin. Ikkala DNK zanjirining uzilishi eng xavflilari. Hatto bitta shunday xato ham hujayra o'limiga olib kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan tuzatish usullari ikki zanjirli uzilishlarni ta'mirlaydigan. Bu gammagen rekombinatsiyadir va gammagen bo'lmagan bog'lanish. Ta'mirlash uchun gammagen rekombinatsiya o'xshash DNKning butun bir bo'lagi ishlatiladi. Fermentlar bir-biriga bog'lanadi. Shikastlangan va butun iplar ularni almashishga majbur qiladi. Nukleotidlar zanjirlari va keyin bo'shliqlarni to'ldiradi. To'liq zanjirli DNK hududlari hosil bo'ladi. Yana bir jarayon gammagen bo'lmagan bog'lanish. Shablon tanlamaydi. Buning o'rniga oqsil guruhlari bir necha nukleotidlarni uzadi, so'ngra uzilish uchlarini yopishtiradi. Bu jarayon dastlabki jarayonga nisbatan unchalik aniq emas. Bu shunday holatga olib kelishi mumkin: genlar aralashadi yoki siljiydi. Lekin bunday holatlarda foydali ham bo'lishi mumkin. Qarindosh DNK mavjud bo'lmasa, albatta, DNKdagi o'zgarishlar bu har doim ham yomon emas. Foydali mutatsiyalarga imkon beradi. Turlar evolyutsiyalanadi. Ammo ko'p hollarda DNK o'zgarmasdan qolishi kerak. Chunki tiklanishdagi xatolar erta qarish va saraton kasalliklariga olib keladi. Agar abadiy yoshlik manbai izlayotgan bo'lsangiz, hujayralaringizga qarang. Ular bu jarayonni har kuni milliardlab marta amalga oshirishadi. Mavzu yuzasidan bo'lgan fikr-mulohazalaringizni izohlar bo'limida qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.